Mana akamlarni topdim, mana qaranglar. Mana shu 25 yillik o'rik sharbati. O'rik sharbatini kelasizlar, bitta ichasizlar, bismillah. Yuragiga davo. 24 yildan beri qilamiz. Bu yil endi 25-sezon akalar. O'rik sharbati nomeradini o'sha tabiiy o'zligi suvida qilishar ekan. Limon, olcha, kivi, banan ham bor edi, banan bitta qoldi. Men olib ketsam kerak buni, xudo xolasa. Sog' bo'lsin. Kunlar isishni boshlayapti, xudo xolasa mana bunaqa muzdek sharbatlarni sezoni boshlanyapti. Mana shunday bitta o'nkani bo'yida. Izza, mana to'g'ri mana izzadan shunday chiqishinglarda bilganlar biladi. Bitta mazasini kelib ko'rasizlar. Qanaqa qilasizlar yoki tabiiy qilamiz deyapsizlar? 100% tabiiy bu. Kivini o'zidan qilamiz. Novotli suvni qaynatib turib, birgalikda qo'shganda xuddi shu narsa kelib chiqadi. O'rizor bozorda yoki Abu Sahiy bozorida ishlaydiganlar juda ham yaxshi bilishadi. Kelib, olib, ichib ko'rganlar bo'lsa, fikringizni qoldirasizlar. Navoda lokatsiya kerak bo'lsa, mana Telegram kanalga o'tib o'sha Telegram kanalda qoldiramiz. Shunaqa neobichniy ichimliklarni qidirib yuradiganlar bo'ladi, o'shalarga sekin jo'natib qo'yasizlar.